Sig'adivanman senga. Bo'pti, qara, shuncha narsang mana shu mashinani bagajiga sig'sa, men seni 24 soat bo'libdi opa deyveraman. Voy, bekor qilding, Ivo, bekor qilding. Ishon. Javob gapimga. Birinchi bagaj yopilmaydi bo'ldi. Mana. Uka sen chiqam. Menga nima bor menga? Masalada bu Samarqandga olib keta olmadim shuni. Daysonimni ham tez. Men sochimni yursam Daysonda quritishim kerak. Bu sig'maydi seni. Voy. Ay boshim. Ibo bo'tga sen ham sig'asan. Vohma qilma, agar men bo'tga sig'sam 2 kun bo'libdi opa deyman seni. Kelishdingmi? Bekor qilding. Hozir. Men boshqasam bilan sport o'ynamayman. Bo'pti, qarach. Hayır. O jinna yo'q. Qo'lingni ol. Qo'lingni ol. Men nima dedim senga? Yo'q. Nima deyishing kerak edi? Sen o'rapan oching. Yana bitta. Bo'pti, och. Yo'q, sen o'rapan. Sen o'rapan iltimos oching. Nafasim qaytib ketdi. Bor yo'qolmay ketdim uyga. Короче, mana Cherry'ni Tiggo 8 Pro gibrid modelini ko'rdinglar. Butun hamma narsaga sig'ib ketadi. Viloyatlarga sayohat qilsanglar ham umuman sayohatlarga juda ham удобный mashina. Ana. Bizlarni shuncha odam kuzatyapti. Qatdan yopding. Yo'q, yopma. Endi Ibrohim aka sen ochaman. Hech qachon. Xayr. Uzr va iltimos deyish qiz bolaga yarashmaydi.